To'xtang-da. Bunday saboqcha sara olsin, bir xilda chiqarmasam de keltirib olasizmi? 2,5 milyon ekan. Buni jupimi 2,5 milyon? 500 ming. İchtesiga 500 ming. Buni zo'ti nima edi? Dentami? Mana shunda hammasi okadan ekan. O'z o'taman haqdan o'taman do'stlar. Olti bering aka baribir sportda boshqa qalay o'zi. Mana bering mana ketsangiz. Aka buni qornimizni bosib olamiz. 40 ming, 45 ming baho qilishgan ekan. Chiqayapsiz 80 ming so'mdan. Jo'jalar do'stlar. Jo'jalar nech pul ekan? Qora shahzodani bolalar, ha? Nech pul? Donasi 40 ming so'mdan do'stlar. Xudo xolasa, bular katta bo'lib ketadigan nimalar? Parrandalar do'stlar. Donasi 40 mingdan ekan. Nomer kiritib qo'yamizmi aka? Mash xolos, bo'l. Bo'sh qo'yib ekan-da. Alloh bozoringizni bersin. Do'stlar, shol qiyompat bilan seramilar. Nech puldan jiyan? 1,5 million komplekt bu. Komplekt. 1, 2, 3, 4 ta ekan komplektda. Manuvchi. Bu 200 ming. 200 ming so'm. Narx qilishdimi, baho qilishdimi? Hali qilishmaydi, ha. Xo'p, yana qaysi? Bu ham sendanmi? Faqat mash, ha? O'yda bormi yana? Mash xolos ekan, ha. Nomer kiritib qo'yaylikmi? Telefon nomerini kiritib qo'yaylik. Ayt. 99lik. 408 1070. Do'stlar, qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Ayting. Ha, o'zi ko'ramiz. Xo'p. Mana narxini 1 million. Baho qilishdimi aka? 1 million ekan do'stlar, 600 ming baho qilishdi do'stlar. Bermabdilar. Bular nech pul? Hop, oq makon 100 dollar. Miramirlar 1 milliondan ekan. Jupa. Jupa. Mana uni o'zi qo'limga qarang do'stlar mana. Juda ham ajoyib. Hop, bularcha. Komplekt 1 million 400 ming ekan do'stlar. Bular baho qilishdimi? Hali qilishmaydi, ha. Bu ham sizdan, ha. Bular nech puldan? 1,5 million komplekt. Do'stlar. Bag'ama? 150 ming so'mdan ekan donasi, do'stlar. Bular. Zo'ti nima deydi bularni? Choyna. Choyna deydi do'stlar, zo'tini. Bu ham sizdan, ha? Xo'p, nomer kiritib qo'yamizmi? 99lik 515 9500 do'stlar. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana shunda hammasi okadan ekan. O'z o'taman haqdan o'taman do'stlar. Xo'p, do'stlar. Kazanda ekan buni 2,5 million ekan. Buni jupimi 2,5 million? Mekyoni tuxumda ekan do'stlar. Buni nima maqsadda boqadi aka buni? Nima maqsadda boqiladi buni? Dekorativniy, ha. Do'stlar, dekorativniy. O'ta chiroyli ekan lekin. O'zim ham bundoq olib qafasni o'chib olaylik desa, uchib ketish ehtimoli bor ekan do'stlar. Mana do'stlar. Nomerlar o'sha aloqaga chiqaverasizlar, qiziqqanlar bo'lsa do'stlar. Assalomu alaykum, Bozor hayoti kanali ishqibozlari. Mana bugun biz RMK bozoridamiz. Sizlar xizmatlaringizda. Mana kanal adminlariga eng birinchi o'rinda katta rahmat aytamiz. Siz u bizning xizmatimizni beminnat qilishyapti. Hammalariga rahmat. Sizlarga o'zimizning mahsulotlarni har doimgidek taklif qilamiz. Marhamat. Mana brekerlarimiz bor, 3 tasi. Bir xo'roz, 2 makon, 1 million 300 ming. Nimamiz? Troykamiz mana 450 ming. Qo'yinlarimiz 3 ta makon 800 ming. Rost gapiradigan Hozir kelaman. Mana gallankalarimiz mana bir xo'roz, 2 makonimiz 100 dollar buni beramiz. Amrokslarimiz mana 650 ming. Forverkimiz 475 ming. Mana koreyskilarimiz mana 650 ming 3 tasi 1 ga 2. Seramani tozasi mana 1 million.
550'miz nimalarimiz? Serebro sibretlarimiz. Qo'yinlarimiz mana tozasi tug'yapti. Mana 650 ming jupi. Kadiklarimiz mana 550 ming. Seramamiz 750 ming jupi. Ama ko'shamlarimiz mana birga bir bolasini ham oldi, ploti ham zo'r. 1 million 200 ming buni nimasi. Mana nimalarimiz, sibretlarimiz 675 ming. Bantamlarimiz mana 950 ming. Oddiy yaponchamiz mana 500 ming cho'g'i tug'yapti bu ham. Mana nima gamburskilarimiz 650 ming. Seramalarimiz 650 ming jupi. Yana mana sotuvda tuxumlar bor mana. Bemalol aloqaga chiqaversa va tuxumlarni qo'ldan kelsa qilib beraveramiz. Cho'jalar bor kelgan. Cho'jalar zarur bo'lib qolsa, mana qo'ldan kelgancha hozir sizlarga aytdik o'zimizni nimalarimizni. Kimlaringizni qiziqtirsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarimiz 90 301 92 78. Doim xizmatlaringizdamiz. Rahmat, kam bo'lmanglar. Bittasi quruq ham bo'lib qolgan. 500 ming İchtesiga 500 ming beradi. Buni zo'ti nima edi? Bentam. Bentam. Bering. Qanchaga beraman? Bu joyda o'tib beramiz. 600 ming, 600 ming sotib ketma. So'radingiz, bo'ladiganni aytdim. Oka, qurug'ini bering-chi, qurug'ini. Boshlar o'zi. Qavri borda. Qimirlamasdan şeydi sana. Bundan kamiga beraman. Ha? Bundan kamiga beraman. Nega aka? Bo'ladiganni aytdim. Aka, siz pressda bo'lishdi o'ldingiz bo'ladigan. O'tib berishga nima demak bo'lsa o'tib berish kerak-ku. Agar bo'ladi. Men sotish niyat bormi aka? Ko'tarib qo'ying. Ha, yo'lda gaplashavering aka bo'pti. Qancha olgan jupi? 50 ming aka. 625 ming beribdi. 25 mingdan o'tib bering aka. Bo'lsa, Bu erta ko'rganda aka. siz aka so'radingizmi, bo'ladiganni aytdim. Biz tanlab olaylik shu 3 ta aka olgan, ikkitasi. Hozir mana shu ikkitasi bo'lib xolos, ha? 150 beraman. Yo'q, Sizga sottirish kerak ekan, ha. 600 ming aka bermadim jupini. Sizga sottirish kerak ekan, aka. 150 ga bering aka. O'tib bering aka, baribir sportlar boshqa qilib o'zi. Mana bering, mana ketsangiz. Aka buni qornimizni bosib olamiz. Baraka topamiz sizdan. Qancha dedingizmi? Bo'ladigan aka 300 dan Voy, berayapti. men bo'ladigan hech kim demadim men narxi. Aka optimga sotmoqchi edim. Yo'q, distributor. Bu tarmida optimga har xil-ku, bu bir xil emas. Yo'q, shunaqa. Bir xil bo'lsa ekan, narxi bir xil bo'ladi. Aka. 300 ming. Hakamning toshga qilinmaydi ozganimda. Optimga Dasturxon solib beradi-ku, beradi. Agar bo'lsa. Dasturxon solib bering, qattiqlik qilib. 10 o'tib beraman. 10 ming so'm bo'lgan. Yo'q, yo'q, ko'ndan kamiga beraman. Siz o'tib ber deganingizga o'tib bering. Endi 5 ming so'mdan o'tib berib bitta. Bo'lishingda. Qarang aka, qarang. Aka 20 ming, 10 ming so'mdan o'tib beradi. O'tib ber deganingizga o'tib berdim. Distributor. Bo'lsa qarang. Aka, mana shundoq qapasimni so'ylab, 300 ming bo'lishi. qapasimni so'ylab yurg'izib ko'ray buni. Yurg'izib ko'ray aka. Uzoq davom etar ekan. Do'stlar, shuttasi. Xo'ja aka, nechi pul aka? 80 ming. Donasi 80 mingdan, ha? Baho qilishdimi xo'ja aka? Nechi pul qilishdi? 40 ming, 45 ming baho qilishgan ekan. Dona 80 ming so'mdan tushdi. Xudo xohlasa telefonlarni olardim, shuni o'zi xohlasa ekan do'stlar. So'tilib ketsa keyin so'tilgandan keyin ko'pchilik telefon qiladi. To'g'ri tushunasizlar do'stlar. Agar o'yda ham bo'lsa, shu bilan shug'ullanadiganlar bo'lsa, telefonni olishga harakat qilamiz do'stlar. Kuzatishda davom eting, qo'llab-quvvatlab turinglar do'stlar. Mana do'stlar. Nechi puldan ekan o'chi? Mekyolu 150 mingda, rozda 100 mingda. Rozda 100 mingdan, mekyolda 150 mingdan ekan do'stlar. Sizdanmi aka? Nechi puldan? 500 ming. Jupa? Jupa 500 ming. Nima deysiz o'tini bilan? Choyna. Do'stlar, choyna. Jupa 500 ming ekan. Bu hammi? Ha. Mana nihoyatda chiroyli ekan do'stlar. Nechi puldan oldim? 500 ming ekan. Bu ham 500 ming esa.
ko'rdingizlar. Ko'pchilikda egasi yo'q. Bu kamera kelganda hijolat bo'lyapti. Bir yarim million kam bilasiz. Hammasi 1,5 million. Hammasi 1,5 million ekan. 1, 2, 3, 4, 5 ta ekan. 400 bor. Bozor hayot o'tdi. Anlachi aka Gollandermidi? Uch puldan bilan 600 ming. Baho qilishdimi aka? 450 ming. Nomer kiritib qo'yaylik. 94lik 303 76 36 do'stlar. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Ha, o'ta chiroyli. Bu o'sha 1,5 million kompleks. Mana do'stlar. 3 puldan aka. $100 ha, bu ham sizdan. Shabo. To'rtta ekan shabo do'stlar. $100 ekan. O'sha nomer. Ko'makyon bitta xuroz. Nomer o'sha. Buni cho'qin. Bular 180 ming ha. O'zimizning eski hashak to'g'ri. Donasi. Ha, 180. Kami bor. Baho qilishdimi? Ha, 120, 110 bor qilib turishibdi. Nomer kiritib qo'yaylik. Hozir Namangan shahar, Namangan shahar Remeka bozori do'stlar. Nomer kiritgani unamadilar. Bu komplekt $100. Do'stlar 400 ming. Bular nima deydi aka? Shabo ha. Baho qilishdimi? Baho. Ish pul qilishdi. Har xil. Jo'ja ekan-da, ha, jo'ja. Real nech pul qilishdi aka? 250. 250 ming qilishdi. 250 ming qilishdi do'stlar. Shu xolosa o'yda ham bor. Yo'q, boshqa. Shuni o'zi ekan do'stlar. Manzilimiz Namangan shahar Remeka Parranda bozori do'stlar. Mana yana. Jiyanim sendan nech pul? 70 mingdan ko'rdim. Donasi 70 mingdan ha? Mana ularchi. Hammasi 70 mingdan ha donasi. Hammasi 70 mingdan ekan do'stlar donasi. Mana shular hammasi 70 ming so'm do'stlar. 70 mingdan donasi.